Visca el Barça y Visca Catalunya. Ana xolos, Hansi Flick mavsum oxirida Barselonadan ketadi. Asadbek Hakimov kanaliga obuna bo'ling. Hozir tushuntirib o'taman. Kataloniyalik klub bosh murabbiyi jamoadan ketishga qaror qilgan, chunki u juda ham charchagan. Nemis mutaxassisi bu qarorni o'z murabbiylar shtabiga ham xabar qilgan. Flick ba'zi o'yinchilarning tartibi va javobgarligiga norozilik bildirgan hamda rahbariyatni qo'llab-quvvatlamasligidan afsuslangan. Bu xabarni ABC nashri taqdim etmoqda. Manbaga ko'ra 60 yoshli nemis murabbiyi yozda jamoadan ketmoqchi. Flick 2024-yilning yozidan buyon Barselonada ishlab kelmoqda. Uning qo'l ostida ko'k anor ranglilar 74 ta o'yin o'tkazib, 54 ta g'alaba, 8 ta durang va 12 ta mag'lubiyat qayd etishgan. Xo'sh, sizningcha Flickning Barselonadan ketishi yaxshimi yoki yomon? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.